barakatuh. Alaykum assalom. E'tibor opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, o'zlaring yaxshimi? Sog'liqlaring yaxshimi? Allohga behisob shukr. Bugungi ajoyib kuningiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni xursand qilish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Qaysi bir yaqinlaringiz nomidan kim bo'lishlari mumkin? Yaqinlarim, farzandlarim, xo'jayinim. Albatta. Bittadan topdingiz. Xudoga shukr. Avazjon akam nomlaridan, Muhayyo opam nomlaridan, kelin qizingiz nomlaridan tabriklab turibmiz. So'radim, nima deb xursand qilay desam aytdilarki, onajonim musofir yurtdalar. Birinchi o'rinda ayting, juda ham qattiq sog'indik. Onajon qanotim bo'lganida edi, yonimizga uchib borardik. Bizlarni kechiring, sog'inch azobi qiynayapti. Jonim onam, yaxshi hayot uchun deymiz, yaxshi kelajak uchun deymiz. Ona qiynalmasin ekan, sizga bor azobni berib qo'ygan farzandlaringizni kechiring. Yuragimizni to'ri bilan, qalbimizni qo'ri bilan yaxshi ko'ramiz onajon. Rahmat deymiz. Onajon, 9 oy davomida yuragingizni ostida ko'tarib yurganingizni bilaman. Lekin qaysi azoblar bilan, qanday azoblar bilan dunyoga keltirganingizni bilmayman. Shu yoshgacha katta qilganingizni bilaman. Lekin qanday azoblar bilan katta qilganingizni bilmayman onajon. Rahmat deyman, siz bo'lmaganingizda edi, biz yo'q bo'lardik. Yurishim, turishim, nimaga erishgan bo'lsam, jonim onamdan mehnatlar bilan, mashaqqatlari bilan rahmat deyman borligingiz uchun. Kelin qizingiz aytibdilar, xonadonlariga kelin emas, qizim deb qabul qilgan inson. Yomonimni yashirganim, yaxshimni oshirganim. Menga motivatsiya beradiganim, kechirguvchi ikkinchi onam. Juda ham yaxshi ko'raman onajon. Arslondek o'g'lingizni qo'limga ishonib topshirganingiz uchun rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yuragim urib turibdi, nafas olyapman. Jon bolangiz, mana shu o'g'lingizni, farzandlaringizni baxtli bo'lishga o'z hissamni qo'shishimga va'da beraman. Kelin qizingizni chiroyli she'rlari bor ekan, qabul qilasizmi, E'tibor opa? Albatta qabul qilaman. Marhamat. Desam, kamlik qilar sizni qaynonam. Siz axir dunyoda eng yaxshi ayol. Yonimizda turing, dunyo turguncha. Alloh menga bergan ikkinchi onam deyaptilar jonajon kelin qizingiz. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar hammasi. Ilohim. Qo'sha qarisin, Allohning orzu havasini ko'rsin. Bizday baxtli farzandlik, nevaralik nasib qilsin bolalarimga. Ilohim. Hamda ko'rsatmasin farzandlarimga. Ilohim. Ular umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar hammasi. Qayerda bo'lsa sog' bo'lib, salomat bo'lishsin. Ilohim. E'tibor opa, siz ham bilan rosa sog'ingansiz-a? Albatta. Sog'inganingizni ayting, siz ovozingizni eshitib turishibdi, marhamat. Qanaqa so'zlaringiz bo'lsa? Avazjon, sen yaxshimi? Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Umring uzoq bo'lsin, kelin bilan baxtli yashagin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin, kamni g'amni ko'rmanglar. Allaring orzu havasini ko'rgin. Kelin bilan bunday bo'lib yashanglar, hammalarga havas qilsin. Doim baxtlaringni bersin, sog'lik, salomatliklaringni bersin doim. Doimo sog' bo'linglar mani baxtimga, hammalaring. Tan joyingiz sog' bo'lsin. E'tibor opa, ozgina bo'lsa-da sizni xursand qila oldikmi? Rahmat, iloyim sizlar ham kam bo'lmanglar. Hamma ancha xursand qildilaring. Boshim osmonga yetdi. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Jonajon o'g'loningizni qo'llaridan ushlab, Allohimni baytlariga borishlik nasib etsin. Labbayk Alloh deb tavof qilib, hojona bo'lganingizda biz o'zimiz palma qarshi ijodkorlari tabriklab turish, qabul bo'lsin onajon deb turish nasib etsin. Rahmat, iloyim. Bugungi kun ajoyib o'tkazing opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat, yarım sağ bo'linglar. Rahmat. Xo'p. Sağ bo'linglar.